Bo'ydingiz, seni xafa bo'lmaydimi endi? Xafa bo'lasanmi? 8, 9, 10. Ama O'zbekistonda shani sizda turibdi-da, Oktagon ligada boshlayverasiz aka. 2, 3 ketdi. Chilonzorda nima gap aka? Tinchlik. Bizda haqqoniy hammasi. Bilmayman. Sinab ko'ring. O'yinda, 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 o'yinda. Assalomu alaykum. Sizlar bilan o'yinda loyihasi va uning boshlovchisi Humo aka. O'yinda loyihasi bu yurtdoshlarimiz orasida turli xil o'yinlar o'ynab, shartlar bajarib va ularga pulli mukofotlar beramiz. Agar siz tayyor bo'lsangiz, choy, poy, bir narsalar tayyorlab olib, videoni boshlaymiz. Tayyorsiz? Ketdik. Aytgancha, tanlov natijalari ushbu videoni oxirida bo'ladi. Oxirgacha tomosha qiling va kim 500 ming so'm yutganini bilib oling. O'yinda, o'yinda. O'zingiz tanishtira olasizmi? Da, ismim Maryam. Aha, qayerdan? Farg'onaliman. Ha, zimlaga ekanmiz. Amana Farg'onaliman, ismim Xulkar. Aylanib kelganmisizlar yo qanaqa? Yo'q, shu yerda turamiz. Shu yerda turasizlar. Xo'p, birinchi o'yinimiz Dondonziki. Yoshliklarda o'ynagansizlar, Dondonziki. O'ynaganmisiz ham? Aniq. Xo'p, hozir 3 ta raundga Dondonziki o'ynaysizlar. Kim yutsa 50 ming so'm mukofotimiz bor. O'ynaymizmi? Mayli. Kayfiyat qanaqa? Yaxshi. Uyalmayapsizmi? Hayajon yo'q. Xo'p, tayyormisizlar? Yaqinroq kelib olasizlar. Ladies, gentlemen, hozir juda katta jang bo'ladi. Ya'ni Dondonziki o'ynab, qani kim yutarkin, kim 50 ming so'mlik bo'lar ekan. Tayyormisizlar? Dondonziki. 1-0. Dondonziki. Dondonziki. 1-1. Dondonziki. 2-1. Dondonziki. 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 2-2 bo'ldi. Nima deb o'ylaysizlar? Kim yutadi? Maydami? Esingizmi bor? Da, Siz yoshroq ko'rinasiz, degan to'g'risini aytsam. Singiz yutadi. Xo'p, bugungi loyihamizda yutsa kim nimaga eriydi? Siz nimaga eriysiz? Misol uchun, общий призовой fondimiz 150 ming so'mda. men hech narsaga yaramayman. 150 ming. Men o'zim yaxshi bo'lsam bo'ldi, boshqa bilan nima ishim? Siz opangizga masof berasizmi? Hayitli berib beraman. Ha, hayitli berasiz, bo'ldi. Unda kirib KFC bu narsa erishlar bo'lmaydi. Yo'q, men go'sht yemayman. Sizga farqingiz. Sizchi? Nima bo'lsa Yuradi, farqi. Bo'lmasam gap so'zimizda 3-raundimiz 2 kishi shot ketyapti. Urushimdan yo'q, bir-birimiz sochimizni yurib 50 ming so'mni deb talashimdan yo'q. Qani ketdik bo'lmasam. Dondonziki. Yutib qo'ydingiz, sizni xafa bo'lmaydimi? xafa bo'lasanmi? Xafa bo'lasizmi? Yo'q. Baribir ko'ngil uchun so'rab qo'ydim. Ko'ngil uchun. Hop, bo'lmasam ikkinchi o'yinda o'ynaymizmi? Tayyormisizlar ikkinchi o'yin? Ping-pong o'ynagansizlar, stol tennis. Stol tennis. Endi o'ynab ko'rasiz ekanda. Yo'q, hozir plyusni hech kim olmaydi. 50 ming so'm biz o'zida turib kameraga qarab turamiz. 50 ming so'm plyus turibdi hozir. Hozir yutsangiz yana plyus 50 ming yutib olishingiz mumkin. Hozir singiz Qo'shimani berib yubordim. yo'q. Davlatimiz qashog'an qolmaydi-ku. Davlat qashqarlashmaydi. Endi batda bizda hammasi chestniy bo'lish kerak edi, haqqoniy bo'lish kerak. Yoki sekin singilga tushuntiring. So'zmasang uyga kirmaysan desiz, keyin sekin o'zimiz kelishib Yo'q, bu tushunmaydi. Tushunmaydimi? Ha, bo'lmasam sinab ko'ramiz ekan. Hozir bizga ping-pong keladigan bo'lsa, xo'p, shartini tushuntiraman. Mana shu to'pni tushirib yormasliklaring kerak. Yerga mana qilib 1-2 qilib kim ko'proq qilishga o'ynashimiz kerak. Qiyin kichkinadan deysizmi? Katta boshlab bermaydimi sizlarda? Yo'q, kichkinani endi hurmati bor-da. Siz boshlab beraverasizmi? Iloyim tezroq yutqiz, amin. Yana niyat, qaranglar, singilga bo'lgan niyat. Opangizga nima deysiz? Yutqizib beraman. Siz berasiz? Yo'qmi, 50 ming bo'ladi hozir siz tushunibmi? 50 ming. Shu esa men yegan deb olaman. Ha, yo'q. Nima bo'lsa ekan lekin sizga o'xshab. Qani bo'lmasam sanab turamiz birgalikda, opangiz sanab turadi. Qani ketdik. 1 2 3 4 5 6 tushirib bor. 8 9 64, 65, 66 ta. Singiz juda ko'p qilib tashladi ama lekin. Men o'ynayman. Nimaga o'ynaymaysiz? Hozir 50 mingingiz bor, hozir singilga ham 50 ming Yo'q, mayli, men g'irromchilik tarafdaman. Yo'q, g'irromchilik qilmaylikda, keling biz demokratik davlat biz, bizda haqqoniy hammasi. Bilmayman. Sinab ko'ring. Opangiz nechta qila oladi o'zi? Mana 15 ta qilaman.
Bu 60 ta qildi lekin. Yo'q, men aytayapman, nechta qilishim chunki o'ynamaganman. 100 ta qilib qo'yolmaysizmi? Yo'q, 100 ta. yo'q, 100 ta. Men uchun. yo'q. Bo'pti, 300 menga berasiz 50 ming, 100 ta. Hozir siz bo'lmadimi o'sha yerda? Yo'q. O'ynab sharbat deganda Yo'q, shunday yo'q. oling. Men sizga ishonaman. Hozir opalar doim kichkinalarga o'rnak bo'lish kerak. O'zi uyda glavni kim? Bu Ha, bumi? Siz ko'proq kalta yeysiz. Opangiz urasizmi? Yo'q. Ha, bosidi. do'pasmi? Juda qiyin ekan sizga. Hozir ko'chada yaxshi-da, uyga borgandan keyin uradiman. Endi pulingiz bo'ladi, qo'rqmang. Shuning uchun yutishingiz kerak. 100 ming pulim bor deb uyda tepib kiraverasiz. Bo'ladimi? 200 ming bo'lganimda urgan, 100 ming urdim. Ya, davay qani. Gap shu demaylik. 1, sekiro, 2, 3, 4, 5, 6. Kuylab yuramiz 8. 8 ta bo'ldi. Mayli, kayfiyatni tushirmaymiz. Bo'pti, ana qaranglar, bir-birlaringga jajdalaring bor ekan-ku. Ko'z urishtirish o'ynaganmisizlar yoshlikda? Ha? Kim yutardi ko'proq? Bilmadim. Kim yutadi bo'laysiz hozir ko'z urishtirishni? Kella hozir ko'z urishtirish o'ynaymiz. Kim yutsa, o'sha 50 mingdan mahrum bo'ladi. Hozir shotimiz sizda 50 ming, sizda 50 ming. Kimdir 100 ming bilan ketadi, kimdir 50 ming bilan ketadi. Eshityapsizmi, gapiryapman, masheta. Bo'pti, yaqinroq turinglar bo'lmasa. Bitta tayyorgarlik ko'rib olasizlarmi? Nafrat ko'zlari bilan bir-birlaringga qaranglarda. Tayyormisizlar? 1, 2, 3, ketdi. Sekinroq qaraveringlar bir-birlaringga. Yevoraman deyapti. Hozir yutqizib bermasang, uyga borganida to'shni kalta yeysan mendan. Idishdan olardi, bugun sen yemasan. Shu gapi. Iloji bo'lsa qo'lingizni tushirib olsangiz yaxshi bo'lardi. Menga motivatsiya beryapti qo'lim. Nimaga? Qo'lingiz hech narsa qila olmaysiz. Yig'lavoraman deyapti. Yig'lavoraman deyapti. 1, 2, 2. Ona 50 ming juda qattiq motivatsiya beryapti. Mayli, qarsiylar. Yoshlar yutsin, to'g'rimi? Kelajak yoshlarki, buncha qochib ketaverasiz. Bu baxt ko'z yoshlaringizmi, alamdan yig'layapsiz? Yig'laganim yo'q. Yig'ladingiz hozir ko'z yoshlaringiz. Yo'q, aytdim. Yurgingiz? Ha. Xo'p, sizlar bilan hozir o'yinda loyihasi bo'ldi. Hozir men sizlarga fondlaringni olib kelay. Mana, Xafa qildingiz. menmi? Nima qilib xafa qildim? Ana. Juda bir-birlaringga mehribon ekansizlar. Qilganimdan xafa bo'lgandim. Yo'q, mana qarang. 50 ming sizga. 50 ming sizga. Bu 50 ming baqa. Ana. Do'stlik g'alaba qoldi. Hachabi kameradan keyin qiling shu ishingizni. Yo'q, bering pulini hozir. Yo'q, Berasiz hozir pulni. Bering pulini. yo'q, o'zi xohlab berdi-ku. O'shancha kamerada so'radim-da. U barib olib qolgandan keyin kamerada bor deb bermayman-da. Opalar o'zi shunaqa bo'ladi, xafa bo'lmanglar. Rahmat, sizlar bilan o'yinda proyekti bo'ldi. Agar Instagramimizga obuna bo'lgan bo'lsalaring, YouTube'imiz bilan yana 50 ming so'mdan yutib olishlaringiz mumkin. Bo'lmaganmi aytib qo'yaveray. Sizlar bo'lmagansizlar, kibr ekansizlar, sizlardan xafa bo'ldim men. Rahmat o'yinimizda ishtirok etganlaring uchun. Ko'rishguncha o'yinda bo'linglar, doim pozitiv kayfiyatda bo'linglar. Agar birorta gaplaring bo'lsa, uydagilarga salom aytmoqchi bo'lsalaring, bemalol aytishlaring mumkin. Hammani hayit ayyom bilan tabriklayman. Ayojonim, adajonim, umrlari uzoq bo'lsin. Amanam hammani hayit ayyom bilan tabriklayman. Butun O'zbekistonimizni. Bo'ldimi? Tugadimi? Sizlar ham suv kabi bo'lib, doim shunday chiroyli bo'linglar. Bayramlaring bilan tabriklayman. Ko'rishguncha sog' bo'linglar, Farg'onaliklar sizlar ketdik. Sog' bo'linglar. Oyunda, oyunda.
O'yinda loyihasi YouTube obunachilarini unutmagan holda konkurs e'lon qildi. Agar siz o'tgan videolarimizni ko'rmagan bo'lsangiz, konkurslarimiz shartlari bilan yana bir bora tanishtirib o'taman. Konkursimiz shartlari juda ham oddiy. Shunchaki shu videoga like bosasiz, kommentariyada o'yindaman deb izoh qoldirasiz va kanalimizga albatta obuna bo'lishingiz kerak. Agar shartlarni to'g'ri bajargan bo'lsangiz, randomizer orqali obunachilarimiz orasida bir kishini tanlab olamiz va aynan siz 500 ming so'm pul mukofotini qo'lga kiritishingiz mumkin. Keyingi qismlarda albatta g'oliblarimizni biz e'lon qilamiz. Doim o'yinda bo'ling. O'yindamisiz? O'yinda. O'yinda. Кто играл в детстве кулачки? Yoshligingizda кулачки degan o'yin. Нет, кулачки это когда вот так делаете и кто будет бить вот этот. Вы играли такую игру? Знаю, но не играл. O'ynagansiz. Hop, hozir 3 ta raundga o'ynaymiz. Kim yutsa, o'shinga 50 ming so'm mukofot bo'ladi. Сейчас будем играть на 3 раунда. Кто будет выиграть, тому 50 тысяч. Это первый раунд. Вы готовы? Давайте начнем. Поприветствую. Кстати, как ваше имя? Самат. Самат. Ali. Ali. Самат и Ali aka oktagonliga jang beringlar hozir bularga. Ruki ставим вот так друг к другу. Вы знаете, да, правила? Qoidalarni bilasizlar, a? Вы руку он должен что промахнуться. Да. Я должен... Да, 3 попытки сначала он начинает. Да, окей. Да, 3 marta birinchi siz boshlab ko'rasiz. Ketdi. Uchtadan Bitta deydi. uchtadan bitta deydi. Aha. Теперь вы начинаете. Ha. Один. Два. Oxirgacha o'ynab qo'yaylik, da. Давай. Поздравляем, брат. Дякую. Вам вот за первую игру мы уже платим 50 тысяч. Я еле 50. Вы сколько дней уже тут, брат? Первый день, брат. Вы первый день. Как вам Узбекистан? Классно, вообще огонь. Мы Огонь? в Самарканде были, понравилось. Ага. Сейчас приехали сюда. Ага. Вечером вот это все посмотрим. Потом в Казахстан. Казахстан обратно. Узбекскую плов пробовали? Да, Как вам? без казан. Без Казан? Да. Gap yo'q da? Да. Aka Chilonzordamidingiz? Chilonzorda nima gap aka? Tinchlik. Tinchlikmi? Dvijeniya qayoqqa ketyapti? Dvijeniya bilan. Xo'p, ikkinchi o'yinga hammani kayfiyati tayyormi? Zo'rmi? Shikmi? Вы готовы на вторую игру? Futbol o'ynab turasizmi aka o'zi? O'ynayman. Haftada necha marta chiqib turadi vallahi? Haftada emas, oyda bir Oyda kollektiv bilan. Nechta odamni oyog'ini sindirgansiz aka, to'g'risi? Chopmayman. Akkuratni Akkuratni o'zingizga qarashsiz. Aybim bo'lsin bo'lasan, gol ursam bo'l. Gap yo'q. Nechta qila olaman deb o'ylaysiz aka? Hozircha rekord aka 26 ta bo'ldi. 26 dan oshirib berish kerak. Oshirish shart emas, endi agar oshirib qo'ysangiz maqtanib yuramiz. Shu Chilonzordan bitta bratimiz bor edi, ko'p Jean-Claude o'qigan edi deb. Nasib aka. Bo'lmasam boshlayveramiz. Вы вообще в футбол играете, брат? Да, заниматься. Ага. Давай, get. 2, 3, 4, да. 13 ta bo'ldi aka, gap yo'q. Давайте дадим ему еще один шанс. Он сейчас 13 сделал. Вам тоже потом дадим один шанс. Давайте. Sizga shans beryapmiz aka, yana bitta boshlab berishingiz uchun. O tayyorgarliklar qattiq. Futbolga shishmay. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aka tanlang, birinchisimi, ikkinchisimi? 13 taga. Давайте, bo'lmasam. Брат, вы готовы? Вам разовую попытку дать или сразу начнете? Сразу начнете. Давайте тогда. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Давайте еще один раз вам дадим шанс вам. Вы часто играете в футбол? Нет.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. По любасу, братан, выиграл. Ikkalasini ham akamiz yutdi. Xo'p, брат, вам еще дарим 50 тысяч. Вы сейчас копите на плов. Вы вечером, да, еще вечером будете кушать плов. Да. Хоп, вы готовы на третий раунд? Да. Готовы? Наш третий раунд, тогда отжимания будет. Вы вообще отжимания делаете? Спортом занимаетесь? Да, занимаюсь, но много не делаю. Много не делаете. Sport bilan qanaqa aka? Zalga chiqib turibman-da, tosh-posh ko'tarilish ekan. Nechta qilasiz aka отжимания? Nasiba aka. Yo'q, endi примерно uyda va любой erkak kishi o'zini sinab ko'radi aka. 10 tadan oshadi aka. 10 tadan oshadi. Вы сколько примерно делаете? Вообще спортом занимаетесь? 30-40 делаю. А 30-40 сразу делаете, да? Kim birinchi boshlaydi? А, да, men boshlayman. Давайте. Это как? Assalomu alaykum. Давайте. Брат из Казахстана nechta qiladi deb o'ylaysiz aka? Qiladilar, 50 ta 60 ta qiladilar. Братан, вы готовы? Да, готов. Давайте, мы тоже готовы. Мы чисто духом с вами. Казахстан, Узбекистан, сила. Давай, кет, сыр. Давайте я сумку подержу. Раз, два, три, 4, 5. Восемь, 39 и 40. Все, брат, хватит. Хватит, 40 вообще. Gapnes, как говорит. Qarshi javob qo'yamiz akamizga 40 ta qildi. Qozog'istondan mehmonimiz. Endi o'zimizda Chilonzor yigiti, o'zbekistonlik bratimiz hozir sinab ko'rar ekan o'zini ajrimaniyada. Qani, brat, tayyormisiz? Ammo O'zbekistonda shani sizda turibdi-da, Oktagon ligada boshlayverasiz aka. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, ketdi aka. 12, 13, 14 и 15. Bo'ladi aka. Qiynab qo'ymang o'zi. Mari mehmonlar bilan yutish kerak. Akamiz 19 ta qildi, qarshi javob qo'yamiz. 3-raundimizda ham Qozog'istondan kelgan akamiz yutdi. Bratан, поздравляем вас. У вас есть 150 тысяч, вы с другом, да, если не ошибаюсь? Вы должны ему четкий греб сделать ему. Обязательно где-то плов, еще раз пловчик попробуйте. Сейчас пойдем плов кушать. Все, вот вы потренировались, все хорошо, чики-буки. Вообще, если у вас какие-то желания, какие-то слова есть, вы можете прямо говорить на камеру. Всем рахмет узбекскому народу. Ага. Мы приехали, братский народ, Казахстан, Узбекистан. Отдыхаем, нам здесь все нравится. Ну, все классно. Все. Спасибо, братан, от души. Рад был знакомству. Обязательно подпишитесь на Instagram и YouTube o'yinda. E'tibor. Aka, fikringiz qanaqa aka? Aka gapi zo'r olib ketyapsizlar. To'g'ri, yaxshi Instagram onlarni hammasini jalb qilib, addushi zo'r ketyapti. Sizlar tarafimiz hamma narsani xursand qilib, yaxshi narsa so'ydish nasib qilsa hammaga. Maza qildingizmi o'zi aka? Ha, aka gapi. Mehmonimiz yutdi, xafa bo'lmaysiz aka. Xudo xolasa keyingi safar o'yinda siz albatta yutasiz. Rahmat aka, qatnashganingiz uchun. O'zingizni ehtiyot qiling. Sizlar bilan o'yinda proyekti bo'ldi. Siz ham o'yinda bo'lishni xohlasangiz, обязательно bizga подписка bosing, kanalimizga obuna bo'ling. O'yinda, 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 o'yinda. O'zingiz ko'rganingizdek, bugungi shartlarimiz juda ham qiziqarli bo'ldi. Qaysi bir shart yoki qaysi ishtirokchi sizga ko'proq yoqdi va uni shartlari juda ham to'g'ri bajarilganda ko'rindi. Buni ham albatta kommentariyada yozib ketishni unutmang, chunki biz har bitta kommentariyani o'qiymiz. Konkursimiz haqida yana bir bor eslatib o'taman. Konkursimiz shartlari juda ham oddiy. Shunchaki ushbu videoga like bosasiz, kommentariyada o'yindaman deb izoh qoldirasiz va bizning YouTube kanalimizga obuna bo'lasiz va 500 ming so'm pulni qo'lga kiritishingiz mumkin. Hurmatli obunachilar, bu yerda biz randomizer yordamida g'olibni qanday aniqlaganimizni ko'rsatamiz. G'olibimiz Islomjon Karimov. Tabriklaymiz. Iltimos, biz bilan ushbu Telegram orqali bog'lanishingizni so'rab qolamiz va sovrinni qo'lga kiriting. Sizlar bilan o'yinda ko'rsatuvi boshlovchisi Humo aka bo'ldi. Keyingi hafta ko'rishguncha xayr, sog' bo'lasizlar. O'yinda, o'yinda, o'yinda,
Oy oy o'yinda, o'yinda, oy oy o'yinda, bo'lgin o'yinda, ko'targin soqqa.